Akangga, ukangga, opangga, siningga mehrini ber. Muruvvat qil deyaptilar. Ya'ni yordam qo'lini cho'z deyaptilar. Ayni hozirgi paytda aytiladigan muhtaram azizlar, ming afsus ba'zilar dunyo talashib, meros talashib, poydevor talashib, aka uka, opa singil bir-biri bilan judo-judo bo'lib ketyapti. Arazlashib gaplashmasdan yuribdi. Ming afsus muhtaram azizlar. Xudo panoh bersin bundan. Rasululloh nima dedilar? Qaysi bir farzandni otasi o'tgandan keyin, onasi o'tgandan keyin akasidan, ukasidan, opasidan, singlisidan aloqasini uzsa, Alloh taolo u bandasi bilan aloqani uzib qo'yadi degan ekanlar. Xudo saqlasin. Musa alayhissalom Alloh taolo bilan so'zlashayotgan paytlarda Xudo taolo aytdiki, "Ey Musa, falonchi bandam 3 kunda o'ladi" degan ekan. Musa alayhissalom haligi bandani kuzatib yurdilar. 3 kun o'tdi tirik, 10 kun o'tdi, 20 kun o'tdi, 30 kun o'tdi tirigida. Oxiri so'radilar: "Ey Alloh, falonchini 3 kunda o'ladi dovning, 30 kun o'tib ketdi tirik yuribdi-yu." Shunda Alloh aytdi: "O Musa, u bandamni palon qishloqda bir singlisi bor edi. Singlisini ko'rgani bor edi. Shunda singlisi akasiga qarab, 'Ha, akam, ha, sizni ko'rsam otamni ko'rgandek bo'laman. Sizni ko'rsam onamni ko'rgandek bo'laman. Sizdan ota-onam hidi keladi, duo qildi Alloh, bu akamni umriga, rizqiga o'zing baraka ato qilgin" duo qilgan ekan. Duosini barakotidan Xudo aytayapti, bu bandamni umriga 30 yil qo'shib qo'ydim degan ekan. Muhtaram azizlarim, umrimga, rizqimga Alloh baraka ato qilsin desiz, aka, uka, opa, singil intifoq bo'ling ekan.